Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz mobil ilova yaratishga harakat qilamiz. Soddaroq, murakkabsiz ilova yaratishga harakat qilamiz. Ko'proq funksiyalar bo'lmaydi, lekin kamroq bo'ladi va tushunarli qilishga harakat qilamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Android o'zlarini obuna bo'ling. Bizlar ixtiyoriy bitta brauzerga kirib olamiz. Masalan, Chrome brauzeri yoki ixtiyoriy Yandex brauzeriga kirib olgandan so'ng buni ro'yxatdan o'tishda avvalgi videolarni ko'rsatganman. Shu orqali videolarni o'tishingiz mumkin. Bu yerda qidiruv beramiz. Append Inventor deb qidiruv beramiz. Inventor deb qidiruv berganimizdan so'ng hozir mana qidiruv beramiz. So'ng birinchi sayt chiqadi, o'sha birinchi saytga kirib olamiz. Kirib olganimizdan so'ng ozgina vaqt kerak bo'ladi. Mana Meet Append Inventor degan dastur. İngliz tilida talaffuzim yoki xato qilganimga to'g'ri qo'yman. Interaktivlik kirib olamiz. Kirib olgandan so'ng men bundan oldin bir video tahlil va mobil ilova yaratib ko'rdim. Mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Ko'rganingizdek, xuddi shunday mobil ilova yaratamiz. Ya'ni birinchi sonni kiritasiz, so'ng ikkinchi sonni kiritasiz. Bu yerdagi to'rtta matematik amallarni o'shalarni kiritasiz. Natijani chiqaramiz. Buning uchun birinchi sondan ikkinchisiga uchinchi kiritib qo'shuvda bo'lsangiz natijani 5 qilib chiqarib beradi. Soddaroq mobil ilova qilib ko'rsatganman. Keyingi darslarda buni yanada murakkabroq ko'rsataman. Buning uchun videoga like bosish sizdan chiqmasin. Agar likelarning soni 1000 ta bo'lsa, murakkabroq yaratishni o'rgataman. Birinchi boshda soddalrog'i, keyinchalik murakkabroq o'rganaveramiz. Xo'p, bundan chiqib ketishimiz kerak. Bundan chiqib olamiz. Saytni havolasini описаниеga qoldiraman. Описаниеga kirib olishingiz mumkin. Bu yerda faylga kirib olamiz. Yangi proyekt bosamiz. New project. Keyin nom beramiz. Misol uchun men yozaman. Birinchi ilova deb nom beraman. O'zingiz ixtiyor qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz kompyuter, xohlasangiz ismingiz va hokazo bu ilovaning nomi bo'ladi. Yozib olganimizdan so'ng misol uchun birinchi ilova dedik, OK tugmani bosdik va ko'rganingizdek yangi sahifa ochildi. Bu yerda screen 1 turibdi. Hech qanday blok sxemalar hech narsa yo'q. Xo'p, bizlarga nima kerak bo'ladi? Button, label va textbox kerak bo'ladi. Xo'p, button tugmasi bo'ladi. Matematik amallarni qo'yib olishimizga kerak bo'ladi. Label esa natijani chiqarib berish uchun kerak bo'ladi. O'shaning uchun shuni bizlarga qo'yib kerak bo'ladi. Bundan oldin bizlar ikkinchisiga kirib olib mana shu olamiz. Absolute argument olamiz. Absolute argumentni vertikal va gorizontal kengaytirib mana shu ekranni to'liq oladigan qilamiz. Birinchi o'rinda vertikal olamiz, xuddi tugmamiz. Ikkinchisiga ko'rganingizdek qo'l tarafda uning sozlamalari chiqib kelyapti. Argumentlarni o'shani ikkinchisiga kirib, mana ikkinchisiga B2 bersak, uni gorizontal amalda ko'rishni so'radi. Endi bemalol bu yerda knopkalarni qo'yib chiqsak bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda qo'yadigan knopkalarimizdan bu. Misol yana pastroqda tushsangiz text box kerak bo'ladi. Xo'p, text boxdan olamiz. O'ban text box bitta qo'yamiz va bu yerda yana bitta qo'yamiz. Ikkinchi qilib ikkita qo'ya oldik. Undan keyin qo'yganimizdan keyin xohlasangiz mana bunaqa tagma-tag qo'ying, xohlasangiz qo'ying, xohlasangiz satr ustida shaklda joylashtirishingiz mumkin. O'zingiz fokusingizga qarab. Endi button olamiz. Button 1 olamiz, button 2, button 3 va button 4 tugmani olamiz. Bu yerda qo'shuv, ayruv, ko'paytiruv bu amallarni qo'yishimiz uchun. Xo'p, endi o'rtasi mana shu o'rtarog'iga label olamiz. Ya'ni bu yerda natijani chiqarib beruvchi joy bo'ladi. O'shani olib mana shu qilib va mana shu knopkalar bizlarga yetadi. Shu knopkalarni endi ozginagina o'zgartirishlar kiritamiz. Ya'ni bu yerdagi yozuvni o'chirishimiz uchun uning so'zlarini kelib chiqarib o'tyapti. Ko'rganingizdek, o'ng tarafda pastroqqa tushsangiz, mana shu yozuv uchiradigan suv bor aylanib ko'rasiz.
o'shandan so'zni o'chirib taylaymiz. Mana shuni o'chirib taylab va uni yozamiz. Birinchi son deb yozamiz. Ikkinchisini ham xuddi shunday qilamiz. Yani Xbox box ikkini ham xuddi shunday o'zgartirish qilamiz. Uni pastroqqa chiqib, uni o'chirib taylab ikkinchi son yozamiz. O'zingiz xohishingizga qarab ixtiyoriy son yozsangiz bo'ladi. Hech qanday dasturni ishlamay qolishiga yoki ishlab qolishiga ta'sir o'tkazmaydi. Shunchaki yozuv hisoblanadi. Ana endi labeldan sal to'g'rilab olamiz. Labellar razmerlarini to'g'rilamiz. Misol uchun 30 yozamiz. Xohlashingiz 25 olsangiz 35 qilasiz. Bu uning razmeri hisoblanadi. Yana balkon tugmani asalga pastroq qo'yib olsak, muvofiq bo'ladi ishimizga. Yanada qulayroq bo'ladi. Pastroq qo'yib olamiz. Buni chunki kattalashtirmoqchiman, juda tor bo'ladi yoki ustma-ust qolishi mumkin. Radni joylashtirib oldik. Endi bu yerga ixtiyoriy bitta qiymat solasiz 30 rasmni qilib olib, o'zingiz xohlashingizni hech qilsangiz bo'ladi. Hop, endi balkon tugmani to'g'rilab olamiz. Balkonga ham bu yerdan tekstni o'chirib taylab o'rniga shu ishorasini qo'yib qo'yamiz. Buni endi qarang, bitta tushuncha qilib, buni siz xohlagan shaklda qilishingiz mumkin. Iniga, bo'yiga, o'sha vertikal, gorizontal cho'zishingiz mumkin yoki uni ranglarini o'zgartirishingiz mumkin. Xohlagan shaklingiz qilib shakl keltirishingiz mumkin. Qani Java dasturlashiga ikkita mana shu saytda App Animator bilan Java'ni bir-biriga integratsiya ham bog'lab ham bo'ladi. Java'da ham bog'lab qilsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisiga mana tekst o'chirib ayirib ishonasini qo'ydik va uchinchisini ham shuni o'zgartirishimiz mumkin. O'zimiz ixtiyoriy mana shunday o'zgartirishlar kiritib olamiz. Mana shunday kvadrat shakl emas, mana shunday dumaloq shaklda ham qilishingiz mumkin. Ya'ni burchaksiz shakllar ham keltirishingiz mumkin. Har xil shakllar bor. O'zingizga ma'qulini ko'rib olasiz. Qilmagan uchinchi balkon tugmasini o'tamiz. Uchinchi balkon tugmasida ham tekst o'chirib taylab, o'rniga ko'paytiruv amalini qo'yaman. So'chim yulduzcha qo'ydim. Internet tarmog'idan siz ko'paytiruv nuqtani amalini olishingiz mumkin. Bemalol. Men hozir klaviaturada bor. Bundan foydalanib, o'sha yulduzcha qo'yib qo'ydim. Degan. Endi burchakni tayladim. Bu yerda 20 razmer qildim. Har yerda 20 qildim. Va tekst o'chirib taylab, bu amalini qo'yib qo'ydim. Mana ko'rdingsiz. O'shani endi burchaksiz qilamiz. Burchaksiz qilishimiz uchun bizga kerak bo'ladi. Mana bu yerda kompyuterda rounded bir qilib qo'ysangiz, mana bunday shakl keladi. Xo'p, mana ko'pirga shuni shakllar keltirdi. Endi bu yerda tayyor, ya'ni knopkalar tayyor. Endi bu blok sxemani qilib olishingiz kerakcha. Endi bu yerda siz rang o'zgartirishingiz mumkin. Mana bu yerda text color deyapti, ya'ni yozuvning rangini yoki biz knopkani rangini o'zgartirishimiz, mana yuqoriga chiqarsangiz, round color, ya'ni mana shunda rangni o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun birinchi knopkani blue qilib saqladi va ko'rtirganingizda ko'k rang o'zgardi. Ikkinchi knopkani esa ayruv knopkani esa yashil rangga qildim. Saqlab qildim. Uchinchisi esa xuddi shunday qilib, misol uchun sariq rang qilib, uni saqlab qildim. Oxirgisi esa tanlab olib, o'sha menga ya'ni qism bo'lgani ma'qulmanlar qilib ko'pirga har xil rangli bo'lib, bu sariq yashil qilib o'zgartirish qildim. Endi blok sxemasiga o'tamiz. Ko'pirganingizda burchak ko'rsangiz, burchakdagi blok, ya'ni bloklar o'tib bo'lamiz. Bizga balkon kerak bo'ladi. Green balkon clank deganni düz olamiz va ko'pirgandan shunda o'sha birinchi balkon tugmasiga kirib olamiz. Label kirib, ixtiyoriy mana seed label tanlaymiz. Label bir turmuş uchun bitta label bor. Buni esa ikkinchisi esa text o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, textdagi tune oldiga biz mana shu amalni o'g'irlab matematik bo'linadi. Shu amalni o'g'irlamiz va o'sha textbox bir bilan textbox x2 ikkovga ketma-ket joylashtiramiz.
bitta pastroqda ekan. Mana shu Xbox birni qo'yamiz. Mana shu qarang. Misol uchun mana shuni olib oparib qo'yamiz. Shuni oparib qo'yganimizdan so'ng bu yerda uzatib pasal bu yerda tekstga o'zgartirib qo'yamiz. Ya'ni yozilgan paytimiz ham to'liq kirgan bo'lishi kerak. Ikkinchisida ham Xbox o'rniga Xbox birday kabi uni ham olib qo'yib, tekstga o'zgartirib qo'yib, uni ham joylashtiramiz. Ana ko'rib turibsiz. Endi u tarifini bo'ladi. Ya'ni Xbox 1 ga son berasiz, 2 va ikkinchisiga ham son berasiz. O'sha plus ishora bosgan paytingiz mana shu joy 0 o'zgaradi. Ya'ni qiymat hosil bo'ladi. Masalan, shunga 2 qo'ysangiz 5 hosil bo'ladi. Ba'zi qolganlarni ham davom etamiz. Button, ya'ni button 2 ham, button 3 ham va button 4 ham xuddi shunday, ya'ni shu ayirib bo'lib amallarni ham xuddi shu tariqa davom etkazamiz. Videoni tezlashtiraman. Qolganlari ham shu tariqa davom etadi. Tushunmagan savolingiz bo'lsa kommentariyaga yozingizlar, tushuntiraman qo'limdan kelgancha. Qolganlarini ham shu tariqa davom etasizlar. Men buni rasmidan chiqarib qo'yaman. To'liq blok sxema tayyor bo'lgan ekan, ekranga chiqarib qo'yib, bemalol o'sha orqali ham tekshirib olishingiz mumkin. Qolganlarini ham o'sha chiqarib qo'yaman. Agar savollar bo'lsa, o'sha Telegram sahifamizga deb lichkaga yozib, savollaringizni berishingiz mumkin yoki grupamizga savollaringizni berishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha savollaringizga javob beramiz. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosing va videoga fikringizni qoldiring. Turgacha tayyor bo'lib, teparoqqa chiqamiz. Hop, biz to'g'ri teparoq chiqib mana o'yin degan mana previous logotipga chiqib qoldi. Android Append Inventor'da bir marta bosamiz mana shu yo'lda. O'zgamizdan keyin hozir so'ngga qilyapti. Dasturimizni so'ngga to'ldirishimiz kerak. Undan keyin buni skanerlash orqali ham telefonni uzoqqa qisqartiradi. Skanerlash orqali ham ko'rsataman telefonda qanday skaner qilib va telefonni uzoqqa qisqartiradi yoki uni skachat qilib olishingiz mumkin. Hozirda ikkita variant ko'rsatadi, skaner qilib olishingiz mumkin yoki skachat qilib ham olishingiz mumkin degan ikkita chiqadi. Ko'pincha APK e'lon yuklab olyapti. Mana yuklab oldim. Mana shu faylni Telegram yoki boshqa messenjerlarga tayyorlab olib, telefoningizga skachat qilishingiz mumkin. Hop, hududlasida yuklab olasanmi deydi. Ha, yuklab olaman deysiz. Men ko'pincha pastda kalkulyator appendlarni ham tajriba sifatida ishlab ko'rganman. Mana shuni, mana shu QR kodni skaner orqali ko'rsataman endi. Xo'p, telefonda Wi-Fi tarmog'i, internet tarmog'i ishlaydigan bo'lishi kerak. Va bu yerda mana ko'rtirgan skaner bor, skaner ustidan bosasiz. Va mana bu havolani skaner qilasiz. Skaner qilgandan keyin mana bu saytga kirib olib, mana ko'rtirgan saytga kirasiz va buni bir qilasiz, yuklaysiz. Yerda mana yuklayapti. Mana kontrolga yuklayapti. Ya'ni 3.9 megabaytli qushlarimizni qilamiz. So'ng qilmoqchimiz deyapti. Xavfsizlikka asossiz. Xo'p. So'ng keyin men pastroq tushib serverni ustumovitdan ustiga bir marta bosasiz va ilova nom berdik. Ilova degan ilovamiz buni ustunovka qilyapti. Hozir antivirusdan tekshiryapti. Ko'rtirgisi tekshirdim va dastur skachat bo'ldi. Dastur bunda ishlab yo'qmi tekshirib olamiz. Misol uchun bu yerda son beramiz. Buni raqam o'tkazamiz. Hop. Bunda son berib ma'lumotlarga solgani. Bularda bosib 4 beramiz. Har biriga esa 5 beramiz. Va natija ko'rib kelsa 9. Boshqa amallarni ham bajarishingiz mumkin. Mana ilova
hujjat bo'ldi mana birinchi ilova.